Ikkita juda ham zo'r narxlarda bo'lgan i5 avtomobillarimizni sotuvga olib kelib qo'ydik. Hozir sizlar bilan qisqacha ushbu avtomobillarni tanishtirib o'taman. 2025-yil mutlaqo yangi BMW i5 M50i M Sport komplektatsiyasida ushbu avtomobilimiz to'liq zaryadida 651 km masofani bemalol bosa oladi va 599 ta ot kuchiga ega. Polnopриводный avtomobilimiz 20 diametrli diskalada. Salon qismi qizil charmdan ishlangan, akustikalarimiz Bauer Wilkinson, tomda esa Skylounge funksiyasi bor. Ushbu avtomobilimiz 2024-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 8000 km masofa bosib o'tgan BMW i5 35L. To'liq zaryadida ushbu avtomobil 565 km masofani bosib o'ta oladi, 285 ta ot kuchiga ega. Avtomobilimizda 19-diametrli diska baloni taqilgan. Saloniga keladigan bo'lsak, jigarrang charmdan ishlangan, akustikalarimiz Bauer Wilkinson, tomimiz Skylounge funksiyasiga ega. Shu bilan birgalikda avtomobilimizga $7000 ga monitorlarimiz qo'shilgan. M50i avtomobilimiz $77000, 35L avtomobilimiz $60000. Bundan ham zo'r inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'linglar va bizning Instagram sahifamizdan uzoqlashmang.